Aman bosam obunachilar qarayman qattaman. Oma bizlar astag'firulloh. Oma. Ana. Apam jipib keladi. Agar bu joyni tanisanglar, like va obuna bosing. Like bosib qo'yinglar, bu joyni tanisanglar va obuna. Islom san chaqiradi. Ana. To'g'ridan nariga burilsa maktab, magazin bilan. Hozir ko'rsataman. Mana uzilib qolmaylar. Mana hozir soat 7:44 bo'ldi. Soat maktabga ketamiz biz. Soat sakman. Maktab formizni istiqda zo'rg'a qiynalib ketyapman boru. Like va buni ham bosib qo'yinglar, iltimos. Yoqimliroq bosib qo'yinglar. 100 taga ozgina qoldik. 67 ta obunachimiz bor. Iltimos shuni 100 ta qilib qo'yaylik. Obunachilar, blogerlar bizdan oshib ketishyapti. Mana. Hozir 214-maktab. Hozir ko'rsatiladi. Kim birinchi bo'lib san qilg'ina qilib qo'y. Bu obunachilaringizni. Bo'ldi. Yo'q, bu qiliq emas. Limon yeyishni qilg'ina qilib qo'y. Bu. Ana. Mana 214-maktab. Futbol maydon. Ana, narida quyosh tushyapti. Naryoqda ham masjid. Ana, narida masjid bor. Loki o'shdan ketamiz, loki orqamizda. Maktabda bog'cha qurilyapti. Obunachilar bilasizlar, maktabda qachon bog'cha qurilganini? Ana. Bizning sinfda ikkita qizlik yotdi nariyada. Ana 214-chi. Ana 214-maktab. Yaqinlashtirganini o'zingizlar ko'rib olasizlar. Voy, jalla buncha yurayotganimizni yaqinlashtirish qiyin. Ana bola narida yig'ilib turibdi. Bizning sinfdagilar ham shu yerda ekan, boru. Men 3A sinfman. Men 3A sinfman. Ukam 1B. O'zingiz sinfingni tanishtir. O'zimning sinfim ancha yaxshiroq, lekin ustozim sal qattiq qo'yroq. Ustozingiz ismi nima? Xurshida. Meni ustozimning ismi Umida opa. Obunachilar like bosib qo'yinglar. Jalla boru. Ana 214-maktab. Qaysi maktabdasiz deganlar? Ana 214.